Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari, kanalimiz obunachilari, akalar. Sunasos ishqibozlari, Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga 50 sunasosimizni akalar ikki xil variantdagisidan optim narxlarda yetib kelgan. Video davomida shular obzorini qilib, narxi bilan ma'lumotini berib, tanishtirib, tushuntirib, ko'rsatib o'tib ketamiz akalar. Hozirroq bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga aytiladigan narxlardan chegirmalarni qilib beramiz. Dastlabki xizmatlari kelishilgan holatda bor. Biz akalar motori kichik variantidan tanishtirishni boshlaymiz. Ko'rishlari mumkin. 50 li ob'yomda Sutashilda akalar motorlari akalar 5214 kasilka motorli sunasosimiz ko'rishlari mumkin. Benziniga avtolalashtirib ishlatasizlar akalar. 1 litr benzinga 70 gram, 50 gramni avtolalashtirib bemalol xizmatlarni qilib beradi. O'zida akalar klapanlargacha qo'yilgan, avtomatik holatida suv quyganlarida ortiqcha chiqarib ketish holati bo'lmaydi akalar. Gazlari bor, xohlagan gazlarni legirovka qilib ishlatishlar mumkin. O'chirib yoqadigan konovkalargacha o'zida qo'yilgan. Rushnoy tortib yurgizilinadi. Benzini akalar 2 litrli benzin baklari bilan jihozlangan. Bitta to'ldirib olsalar, bemalol 3 soat, 4 soat, 5 soatgacha xizmatlarni qilib beradi. Soatiga akalar, xo'p, 30 tonna, 40 tonnagacha suv tashash uchun mo'ljallangan sifatiga garantiyasini beramiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 10, 15, 20, 50 sotik yeri bor akalarimiz olib bemalol foydalansalar ham bo'laveradi. Tortib berish masofa, to'liqroq ma'lumotlarni telefon orqali so'rab olasizlar. Narxi kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 950 ming so'm qilib beramiz. Endi ukamizga baquvvatroq odam bo'lsin, yerimiz kattaroq hamda ko'proq suv tashaymiz degan akalarimiz uchun akalar, xo'p, 170 motorli ko'rishlari mumkin sunasosimizdan yetib kelgan. Bu 76 sunasosimizga xuddi shu motordan qo'llanadi. 50 li sunasosimizga ham shu motordan yetib kelgan. Grand Power firmaniki o'zida masl datchiklargacha bor. Ukam masl datchik nima vazifani bajarib beradi degan akalarimiz uchun masl datchiklari akalar yog'i kamayib, o'zib, eskirib qoladigan bo'lsa avtomatik o'chib qolish xususiyatiga ega. Tortib beradigan metri 7 metr padyom pastlikdan 28-30 metrgacha padyom tepaligacha zavod tomonlama yozilgan, lekin zavod tomonlama yozilgan holatidan balandroqda itarib hamda pastroqdan tortib berish uchun mo'ljallangan. Komplektida ukam nimalar bor degan akalar uchun shlanka tushadigan holatlari hamda xomatlari komplekt holatda qo'shib beradi. Bu ham benzinli, o'chirib yoqadigan konovkalari o'ziga qo'yilgan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu 170 motorli sunasosimizning narxi akalar 1 150 ming so'm chiqadi. Ukam senda nimaga qimmat degan akalar uchun ot kuchiga qarab narxi o'zgaradi akalar. 6,5 ta, 6 talik, 7 talik ot kuchli suv motorlar bor. Buni aka ot kuchi 7,5 talik bo'ladi. Quvvati juda ham baland holatda. Bir xil sunasoslarga akalar kichkina motordan bosib qo'yishyapti. Bu motori 76 na motoridan qo'yilgan. Kerak bo'ladigan bo'lsa 100 lik sunasosimizga ham shu motordan foydalaniladi. 50 lik sunasosimizga qo'yilgan maqsad akalar bemalol xizmatlarni qilib berish uchun mo'ljallangan. Narxini eslatib o'tib ketamiz. Narxi 1 150 ming so'm. To'liqroq ma'lumotini telefon qiladigan bo'lsangiz tanishtirib tushuntirib o'tib ketamiz. Dastlabkilar kelishilgan holatda bor. Pastdagi nomerlarga telefon qilinglar. To'liq ma'lumotini berib, servislari bilan qilib beramiz. Alohida shlanka olaman degan akalarimiz uchun shlankalarimiz ham sotuvda bor. 20 metr, 10 metr, 30 metr hamma variantidan bor. Telefon qilib bog'lanib bemalol xarid qilishlari mumkin. Optim narxlarda qilib beramiz. Optim olib sotaman degan akalarimiz uchun alohida narxda chiqarib beramiz. Telefon qilaverasizlar bemalol.